Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 12-iyul, yakshanba 2026-yil. Boboshbek bozorida joylashgan Hayatjon akamni paypoq do'konidan ko'rsatyapmiz. Xo'p, umumiy narxini so'rab qo'ya qolamiz. Eng arzon paypog'ingiz nech puldan boshlanadi? Hozirgi vaqtda shu yoz bobi. Mana mutsko'ylarimiz bor. 1,5 ming so'mdan. Maktab o'quvchilariga ham tushadi, kattalarga ham tushaveradi bu. Mana bu detskilar ham 1,5 ming so'mdan. 12 talik. 18 ming bo'ladi pachkasi. Eng kamida bularda mana shunaqa bir pachka sotiladi. 1,5 mingdan bo'lsa 15 ming so'm bo'ladi. Ichida 10 ta, ba'zisida 12 ta bo'lar ekan. Shu har xilda narxi. Va bu tomonlarda qanaqa bo'lyapti? Ayollarki bor ekan. Ayollarniki, keyin qizlarniki, podrastovoy o'g'illarniki 2000 so'mdan mana. 2000 so'mdan ekan, shu kichkinachalar, ha? Kichkinalar, ha. Ash qator hammasi 2000 so'mlik. Mana 2000 so'mlik qator ekan shu. Pachkasi 20 ming so'm bo'ladi mana shu bir pachkasi. Bunisi ham 2000 so'm. Bu qator ham 2000 so'mlik ekan. Bunisi 2200 so'm, yana qolgani 2000 so'mligi. Ha, bunisini o'zi 2200 so'mlik ekan. Xo'p, bu yerda yana ayollarniki, yosh kattalarga ham bor ekan. Bor. Nech pul bular? 2000 dan. 2000 so'm ekan. 2000. Oxirgisida 2,5 ming hibi. Oxirda mana shisi hib ekan, 2,5 ming ekan. Ichkarida ham paypoqlar bor. 3,5 mingligi ham bor. Mana 3,5 ming so'mligi bor ekan mana. Ularimiz keyingilari 1700 so'mdan. 3000 so'm, oxirgisi yana 1700 so'm. Mana bu detskilar 1800 so'mdan mana. 1 yoshdan 4 yoshgacha tushadi. Ichkarida yangiliklar ham bor. Telefon nomeringizni hozirdan aytib qo'yaylik. 97lik telefon. 97lik 334 334 62 44. 62 44 ga aloqaga chiqasizlar, mahsulotlar kerak bo'lsa. Bu joyda ham shu paypoqda mana. Do'konda ichki qismi. Bular nech pul mana? Nima? 2,5 ming. 2,5 ming so'm. 1,5 ming so'mligi ham bor. Mana bular 1,5 ming. Nima paypoq deydi buni? Pinetki. Pinitka? Pinitka ekan mana. Mana tepada 2,5 mingdan sotilgan paypoqlarni 2300 so'mdan qilib qo'ydik yana. Skitka narxi. Sekin kuzga qarab ketilyapti endi. Kuzga qarab ketilyapti. O, qalin paypoqlar ham turibdi tepada. Qalinlardan Nech ham pul bor. qalini? Angorka paypoqmi? Angorka Nech pul? 6,5 ming so'm. Ha. Bag'ida 9 ming so'mligi ham bor, mana bu yerda 12 ming so'mligi ham bor. Oxiridagi shuba angorka haqiqiy 12 ming so'mdan. Mana paypoqlar nech pul mana shu zarli? 2800 so'm. 2800 so'm ekan. Telefon nomeringizni necha yana qaytarib oling? 97lik 97lik 334 334 62 44. 62 44 ga aloqaga chiqaverasizlar. Sizda dastavka ham bormi aka? Bor dastavka. Nech pul olsa dastavka qilib berasiz? Nech pul? Kami 600 minglik yuk olishsa, Har xil rasvetka qilib, har xil razmerdagidan. Girib olishaveradi. 600 ming so'mlik bo'lsa bo'ldi. Eng kami 600 ming so'mlik yuk olsalaring dastavka qilib berishar ekan. 12 viloyatga dastavka bor. Dastavka yo'l kirasini o'zlari to'laydi. O'zlari to'laydi. Menga paypog'i pulini bersalar bo'ldi. Bo'ldi. O'sha pochtalaringga chiqarib beradi-da. Xohlasa kamazlari bo'lsa, o'sha tarafga yuradigan kamazdan chiqarib yuboramiz, bo'lmasam pochta orqali chiqarib yuboramiz. Videoga like bosib, izohlarda fikrni bildirib, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'laverasizlar. Bugun 12-iyul, yakshanba 2026-yil.